Arzonchiroq korobka so'ragan, hurmatli obunachilar uchun aynan shunaqasini topib qo'ydik. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun mavzumizda 7 qavatli elitli liftli ikkinchi qavatda 3 xonali umumiy 127 metr kvadratli bo'lib turgan korobka holatdagi kvartirani sotuvga chiqardi. Videoda ko'rasizlar, baho bersizlar. Hurmatli obunachilar, eshikdan kirganimizdan kvartira uchun asosiysi bilasizlar, proyekt bo'ladi. Proyekt ikki tarafdan proyekt kelgan. Manzillar Qo'g'ir shahar 6 mikron yangi O'zbekiston deb kelasizlar. Nasib bo'lsa bu territoriyalar boshqacha narx bo'ladi. Eng arzon uy-joy kanalda bu narxi 4 million 800 ming so'mdan so'raladi. Jigarjon, manimcha ham narx so'ralmayapti. Ikkinchi etaj 4 million 800. Kadastr hujjatlari joyida. Gazdan, svetdan, suvdan bo'lmaydi. Sразу notarius bo'ladi. Ana 4 million birinchi bo'lamiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Razmerlar aytadigan bo'lsak, 4.5 5 ga 4 shunaqa chiqib qoladi. Ana o'zlardan hech qo'ymaymiz. Bu proyektni o'zini o'zgartirish kiritishlarga to'g'ri keladi. Shu proyektlar sanagan ko'radilar, hech narsa bo'lmagan. Lekin montaj va ishlarga stresslar qo'yilgan. Bular qo'yilgan. Xo'p, mana bu joyda sanuzorimiz ko'rishlari mumkin. Suv o'chuvchilari stolga qilib qo'yilgan. Mana bu joyda kuxnyamiz ham juda ham keng va katta. Mana buni katta qo'yib qo'yilgan. Ana bu uchinchi xonamiz. Bunlar to'g'risida bir narsani aytamiz. Iltimos qilamiz. Iltimos. Shu bitta odamdan yaxshilik qilish uchun kimdan so'rab yaxshilik qilmaysizlar. Shunaqa qidirib yurgan tanishlarim bor, kimdir kvartirani uylanadigan tanishlarim bor. Ana shu videomizda bittagina yaxshilik qilib o'shanga uzatib qo'ying. Sizlar o'sha odamga bitta vatalik qilib qo'ygan bo'lamiz, hurmatli obunachilar. Bunaqa narx hech qayerda yo'q. 4 million 800 ming so'mdan so'rayapti kadastr hujjatiga ega kvartira. Uydagilarga pul zarur bo'lgani uchun 2022-yil olingan qanaqadir pullarga hozir shunaqa vaziyatga shunaqa beriladi. Srochniga uy chiqsa, aytaylik degan hurmatli obunachilar uchun aynan shu uydagilarga srochniga pul kerak. Eshov kelsalar, chiroyli bo'lgan savdocha qilib olib beramiz hurmatli obunachilar. Arzon uy-joy kanalidan uzoqlashmang. Uzoqlashmaslik sababi esa arzonlarni yo'q qo'ymaslik uchun. Like va obuna bo'lishga sizdan chiqmasa, taklif bizdan tanlovchilardan taklif qilishda albatta o'ylab ko'rib keyin tanlov qiling. Tanlov talashmang. Hurmatli obunachilar, albatta biz uzoqdan ko'radigan inson uchun bu tashqi fasadga katta ahamiyat beradi. Bu tashqi fasadni bitta ko'rsating, anaqa sart fasadi dol 7 etajda ikkinchi qavat, ikki tarafdan direkt narx 4.800 ming so'm so'rab inshaalloh. Uydagilar o'zlari 5 million 5200 dan kam bermayman dedi. Savdolashib 4.800 ga keltirib qo'ydi. Mehnatimiz qadrlaysizlar. Ana parkovka qismi juda ham keng va kattagina. Xo'p, hozir video davomida ikkilamchiga chiqadimi, chiqmaydimi, biz sizlarga aniq kiritib aytamiz. Hurmatli obunachilar, hozir ana kadastr hujjatlari shartnomasi qo'limizda. Hurmatli uy egalari 2021-yil oldi sotib kelganlar. Ya'ni bu degani bemalol hech qanaqa problemasiz kelasiz, ikkalamiz kredit asosida ham xarid qilib olish imkoniyatiga egasizlar. Sizlardan bittagina iltimosimiz, faqat bitta narsa qilinglar. Bankning foiz stavkasini bilmoqchi bo'lsalar, любой bitta bankka kirib, pasportlaring bilan shunagina bo'lsalaring, ish haqlaringni ko'rib hisoblab beradi. Boshlang'ichga qancha to'laysizlar, qanaqa narsa bor, hammasini aytib beradi. Bizlar qo'ldan kelguncha sizlarga albatta maslahat, yordam beramiz. Agar qanaqadir savollaringiz bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Bemalol ikkilamasdan murojaat qilishlaringiz mumkin, hurmatli obunachilar. Bizlar qo'ldan kelguncha harakatda bizlar. Harakatimizni baholaysiz degan umidda bizlar.